Men yaqinda konsalting firma orqali chet el universitetiga ariza topshirdim. Men ham konsalting firma orqali o'qishga topshirdim, faqat ta'limchi yordamida. To'g'risi, lekin konsalting firma topishga juda ham qiynaldim. Men uncha qiynalganim yo'q. Ta'limchini tajribali o'qituvchilari menga yaxshigina yordam berishdi. Men o'zim haqidagi barcha ma'lumotlarni ularga aytdim. Ular bo'lsa menga to'g'ri keladigan universitetni ko'rsatishdi. To'lovlarni vaqtida qildim, lekin ishni tezlashtirish uchun yana qo'shimcha to'lov so'rashdi. Uni ham to'ladim. Lekin menda ortiqcha to'lovlar bo'lgani yo'q, chunki ta'limchi to o'qish javobi chiqmagunga qadar pulni o'zida ushlab turadi. Lekin negadir shu hujjatlar noto'g'ri chiqishidan xavotirdaman-da. Ta'limchi platformasida soxta hujjatlarni aniqlash va ogohlantirish tizimi bo'lganligi tufayli menda ortiqcha xavotir yo'q. Shu ortiqcha to'lovlar ko'pligi sabab qimmatga tushaman deb o'ylayapman. Ta'limchida bo'lsa bunaqa muammo yo'q, chunki ular narxlarni hattoki bozor narxidan ham pastroq berishyapti. Qanaqasiga meni o'qishga qabul qilishmaydi? Meni o'qishga qabul qilishmayapti. Agar siz ham ishonchli, shaffof va to'liq nazorat ostida o'zingiz xohlagan universitetga kirishni istasangiz, ta'limchi siz uchun eng to'g'ri tanlov.